Bizni qutuldirgan faqat biz o'zimiz. Bizni boshqa hech kim qutuldiramay. Shuning uchun biz oldi bilan o'zimiz qopishimiz kerak. Xalqlardan umid kutib, xalqlar meni qutuldiramdi deb yotlardan umid kutish. Bu yerda men bir naql keltirsam, esimda bor, radioda Erkin Asiyaninki ikkinchi Cumhuriyet, yana G'uljida qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyetining bosh kotibi bo'lgan Maqsum apandimni ziyorat qilgan vaqtida bir programmada bu odam degan, o'z vaqtida biz butun shu sovetlarni bizga hamma ishni qilib berdi deb, shularni xuddi bir imomga sajda qilganda imom deb ko'rgan, hammani shularga kutibdiki, shuning bilan oxirgi kelgan vaqtida ular bizni satdi, biz hech kim qilolmadik, hammasi bekor bo'ldi, to'kilgan qonlar degan. Shuningga o'xshash, agar biz yordam qilganlarni imom ko'rib, hamma nimani shularga tashlab bersak, biz oxirisi shu tragediyani yana qaytlaymiz. Shuning uchun Uyg'urni qutuldirgan faqat Uyg'ur. Biz o'zimiz badal to'lashga, jon tikishga, qon to'kishga, hammasiga tayyor bo'lib, shu yo'llarni izlanib, shu yo'llarni tepib, biz qilgan vaqtimizda biz qutula olamiz. Boshqalar faqat bizga bir yordamda bo'la oladi. U yordam ma'lum darajada cho'ng bir rag'bat bo'ladi, umid bo'ladi bizga, kuch-quvvat bo'ladi. Bu yerda yana bir men bir necha yilning oldida bir maqolam yozgan Xitoycha, Uyg'urcha yozmag'achqa bu yerda bir deb beray. Yana bir turkumlar bizni doim deydigini, g'arib bizni Uyg'urni o'yintidi deydi. G'arib dunyosi o'yintib tashlaydi, foydalanadi deydi. Men buningga yana bir misol keltirib bu maqolani yozgan. Mana degan vaqtida biz Naqshiki angligini bir konsert qilib boraylik. Ko'chada ketib qolgan bir odam duttani ko'tarib naqsh etib bersa, biz uning $20, $30 pul xashlab buningga berib ko'ramdik, ko'maymiz. Hattoki ba'zilari chelib, naqsh etib bermab uyimizga kelsimi, birdan damalay, chama deymiz. Nima uchun degan vaqtida bizmi shu sakniga loyiq odamninkiga, shu pulga loyiq insonninkiga berib, pul xashlab, uning naqshini anglaymiz. Masalan, Sanobar Tavrisoni, Abdullah Abdurahim deymiz, shu mashhur Abdurahim Hit deymiz. Mashhur naqshchilarimizningkini pul xashlab, shu yerda o'ltirib anglab kelamiz. Bu demaklik nima deganda, sakniga chiqishqimi salohiyat to'shqa odam chiqa oladi. Uddul kelgan odamning hammasi sakniga chiqma desa, uni ma'qul deb akilib o'ynatmaydi. G'arib dunyosininki saknisida o'ynash uchun hozir bizning layoqatimiz to'shdi. Shuningga bizni taklif qilib, bu saknni berdi. Bu yerdagi muhim narsa nada deganda, biz yani şu 44-yildagi Cumhuriyetdagidek rejissorlikni butunlay haqqi berib qo'yib, artistlik tushib ketamdik yoki bu sakindan foydalanib ma'lum yeriga kelgan vaqtida xo'sh rahmat, oxirisini biz o'zimiz tushiramiz. Sen rejissorning vazifang tugidi, rahmat deb o'zimiz o artistlikni elib, bu butun saknini o'zimiz kontrolga qilib davomlashtira olamiz. Bu qonun foydasi bor. Nəhayət zo'r darajada bizga foydasi bor. Xalqaro sahnesida, siyosat xalqaro sahnesida bo'ladi. Buningda nəhayət zo'r. Ammo lekin u deginim hargiz bu qonun o'tdi, biz Uyg'urninki kunimiz shonli quyosh bilan mangdi. U emas. U hal olmaydi. Ya'ni bizninki tirishchanligimiz, bizning kurash qilishimizga, bizning tirishimizga kerak.